Chimgan obunachilari, Chimganga серьезный traktor yetib keldi. Assalomu alaykum Chimgan obunachilari va Chimgan muxlislari. Sizlar kutgan kunlar keldi. Mana Chimganda 180 ot kuchli traktorimiz yetib keldi. Buni hozir kichkinagina video obzor qilib sizlarga taqdim qilamiz. Bu traktorimiz 8 ta silindrli turbo dvigatelli traktor hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin. Oldida radiator sovutgich qismi, undan keyin turbirovniy sovutgich qismi hamda uni orqasida suv bilan, ya'ni radiator o'zini suv bilan sovutiladigan radiatorlar o'rnatilgan. Bu traktorimiz 8 ta silindrli 180 ot kuchli turbirovniy motor bilan jihozlangan. Ko'rishinglar mumkin, oldida 40 kilolik toshdan 10 bitta, ya'ni 440 kilo protivovesi bor. Undan tashqari balonlarni ko'rib turibsizlar, enliligini, shirokiyligini. Ko'rishinglar mumkin, 3 ta insha bilan jihozlangan. Mana turbirovniy hammasi, generator, tok berish, hamma narsasi mavjud. Hozirgi zamonaviy traktorda nima kerakli bo'lsa, hamma jihoz bilan jihozlangan. Euro 3. Traktorimiz tashidan tashigacha 4.60, 4 metr 60 santimetr, eni 230. Undan tashqari og'irligiga keladigan bo'lsa, og'irligi 6 tonna 600 kilogramm. Undan tashqari yoqilg'i sig'imi ikki tarafda jihozlangan, ikkalasi ham 200 litrdan 400 litrgacha yoqilg'i sig'imiga ega. Orqa qismiga o'tamiz. Orqa qismida mana bosadigan silindrlarni ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari распределитель, naveskalarni ko'tarib tushirish, vom qishloq xo'jaligi 540 ming оборот. Mahabbatli ko'rib turibsizlar. Undan tashqari balonlar razmeri alohida tema bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, balonlarimiz razmeri orqa balon 28 ga 38, почти mana bo'yim bilan teng. Va oldi balon esa ko'rishinglar mumkin 16.9 ga 28 balon razmerlari. Mana bu tarafda ham ko'rganinglarda yoqilg'i hajmi, bak turibdi. Yana akalarimizga aytib o'tamiz, endi ko'pchilik so'rab qolishi mumkin, apparatmi, injektormi? Bu apparat, injektor emas. Keling, endi salon qismini ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Salon qismi akalar, sideniyani ko'ryapsizlar, yumshoqligini. Undan tashqari konditsioner, pechka, tablo, zamonaviy tablo hamda bu yerda qo'shimcha monitor o'rnatilgan. Bu monitor magnitola yoki orqada kamerasi bor. Orqa vidni ko'rish uchun bemalol orqa qarashinglar shart emas, shu kamera orqali boshqarsanglar bo'laveradi. Undan tashqari mana o'sha qishloq xo'jaligini boshqarish uchun richaglar qulay joylashgan, tashbaqa quyon hammasi. Undan tashqari tashbaqa quyon, skorslar hammasi joylashgan va bu pol avtomat korobka, ya'ni reversli. Oldiga 16 ta skors, orqaga 8 ta skors bilan harakatlanadi. Undan tashqari yozgi issiq kunida mana oldida pardasi ham bor. Agar quyoshdan himoyalanish uchun bemalol ko'rishinglar mumkin. Svet datchilari, endi yoritgichi, kabinani, kolonkalar deb hamma narsa bilan jihozlangan. Undan tashqari mana yuklari ham bor. Bemalol ochib turib, yozgi issiq kunida ham yo'q, bahoriy kunlarda ham harakatlансanglar bo'laveradi. Va yana qo'shimcha jihozi, akalar buni bokovoy oynasi ham ochiladi. Bitta orqa oyna emas, ikkita bokovoy ham ochiladi. Ana undan tashqari ko'rishinglar mumkin, bu zavodga o'zida keladi. Распределитель hamda mana o'zining kitobi bor. Endi kitob so'raganlar uchun. Endi sizlarga 180 talikda o'zimiz bilgancha obzor qildik. Xudo xolasa to'liqroq ma'lumotni keyinchalik yana bitta chiroyli video qilib, xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilamiz. Agar xudo xolasa kimga ma'qul kelgan bo'lsa, shu Erkin posti E39 trassasi Toshkent Samarqand trassasida, shunda posti oldin o'tganinglarda Chimgan traktorning baza bor, shu yerga kelsanglar o'zingizlar ham bir ko'rishinglar mumkin.
Oxirida aytib o'tamiz, kimga narxi qiziq bo'lsa, narxi hozirgi kunda narxi 40 ming dollar, ya'ni 520 million so'm. Bundan tashqari Telegram hamda YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolat.